O'rtoqlar, maktabimga keldim. Kim oldiga? O'zim oldim keldim. Shu yerda o'qiganman-da, obzor qilgani keldim. Kim oldiga? O'zim oldim keldim. Bu Sharif aka, meni yoshligimdan birga katta bo'lganmiz. Ustozim bo'lganlar, qarz olganlar hali bermadilar, lekin men shu bolalarga o'xshagan bola bo'lganman mana. Kimdir kelib qolsa shunaqa prigovor qilardik. Sal, meni ismim G'aybulla emas, Janona. Bugun atalab shunaqa prichoskalar, mana shunaqa imij sababi shu yerda shunaqa yurardim. Shoshsadim, junsang bo'lib. Birinchi yotoqxona bo'lardi. 5-sinfda shu yerga kelganman. O'sha qo'ygan videoyim, tambur chalib qo'ygan video mana shu yerda olingan. Ijod qilardik. Shu yotoqxonalarning direktori. Ustoz yaxshimisiz? Eslab turaman, meni albatta xarb qilib sizlar aldab eshitingiz turgan. Qanday baxtli. Olislarda bo'lsang, dardimni kimga aytay yo'q. Ay, молодцы. Mana o'rtoqlik kutubxona, lekin hech kim yo'q. Mana maktab oshxonasi. Tekin ovqat berilardi bu yoqda bizga. Ovqatdan turibdi, avval ovqatni. Xo'p, bu joy ertalab Nilika bo'lardi. Bayron tagida shu yerda turib biz O'zbekiston madhiyasi aytardik. O'rtoqlar, bu o'quv binosi, 5 ga o'qimagan bo'lsam ham eslab ketadi. Ustoz, sizga bir hadya olib keldik, qo'yasiz. Tabiiylar baland bo'lsin. Rahmat. Ormiylar bolalar, daraxtga yossizlar. Qani berchiga ketmoqing. Ozgina suv quylardi. O'zi gilerda faqat shunaqa ish qilardi, o'qimasdik. Bu haqiqiy giler shu. Bizda sog'ligimizga qaragan bo'lsa, bizani juda ham yaxshi ko'rgan doktorimiz bo'lardilar. Bu sizga bizani qaraganingiz uchun bir arzimas sovg'a. Muzikali korpus kirishdan oldin biz kelib, shu yerdan suv ichardik. Shu rasmni qo'yaman. Mana mana shu yerda pedikür bo'lardi. Ana meni xonam. Do qarab o'tib ketardi. Здравствуйте. Вот мой birinchi o'qituvchim, pianino o'qituvchim. Спасибо вам огромное. Спасибо, будьте здоровы. Здравствуйте. Вот наш концерт вместе. Ничего, спасибо, молодец, гость. Спасибо вам огромное. Спасибо. Будьте здоровы. Vokalda nima aytasan? Italyoncha desam bo'ladimi? Bo'ladi. Parla que más quieras. Hasta cuando. Voy chakras kichkina zalga hozir kiramiz. Meni yaxshi ko'rgan ukam bo'lardi, Dilshod Nazarboyev. Amerikadan hozir kelib, mahorat darsini o'tyapti. O'qiyotganlarga tutuvchilik ham kerak bo'lsa, Xo'p, o'rtoqlar, mana obzor qilib chiqdim. Sizlarga yoqqan degan umiddaman. Bu Gler nomidagi musiqa maktabi va barchalarga maslahat beraman. Bolalaringizni agar musiqaga qiziqsa, именно shu yerga kelib o'qitinglar. Bu yerda zo'r o'qitishadi va sizlar o'ylagan o'sha musiqa san'atkori bo'lib yetishib chiqadi.